Kechki sayrga chiqdik. Shaharning eng markaz joylaridan juda ham yaxshi joylar, ko'chalar, asfalt, ashshi, atmosfera bombali. Buning kerakda hayot joyiga kerakda, ana yig'ilishni o yiqiladi. Yiqilgan vaqtda ko'tarib, mana shu eshikdan o'qib ketadilar. Mana. Joylar. Mana Ozarbayjonni bugun kunlarning oxirgi kunlaridan keyin sayohatimiz yakunlanyapti, xudo xolisa. Bugun shaharda yomg'irli kun, shahar juda ham chiroyli va yomg'ir hamma o'zi bilan o'zi. Kelishga arziydigan va tavsiya qilinadigan shaharlardan bittasi ekan. Tavsiya qilamiz degan.